yana necha yil aynan sizni bilimingiz targ'iboti bo'ladi. Umuman eskirib, yer sayyoramizdan bu ilm yo'q bo'lib ketishi mumkinmi? Mumkin bo'ladi. Qachonlardir bular umuman kerak emas, oddiy holat. Hammani o'zida bor holatga keladi. Hamma shunda o'zi tug'ma yashash boshlaydi, shunaqami? Aynan. Sevgida tug'iladi va shunda yashaydi. Aynan. Shunday millatlar bormi? Berish shart bo'lmay qoladi. Millatlar bormi shunaqa? Sevgida tug'ilib, bu ilm kerak emas, yashashadi. Shunday insonlarni ko'rganman. Millat yo'q. Bordir. Ahamiyat qilmaganman, Xo'p, qadrmaganman. shunday insonlar qaysi davlatda ko'proq? Bizda emas, boshqa davlatlarda ko'proq. Tayyor ilmi bilan tayyor yashayotganlar ko'p. Ularga o'tkazuvchi kerak emas, ularga psixolog kerak emas. Bular bu haqida o'ylab ham ko'rmasa kerak, menimcha. Ular nimani o'rganyapsizlar deydi-da. Ular oddiy yashayotgan, oilasida ishlatayotgan narsalarni biz hozir bilim deb beryapmiz. Aslida bu bilim deb beriladigan narsa emas, yashash tarzi. Oddiy yashash tarzi. Osonroq yashalinadi.